شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarındaşlar, biz ilgirki derslerimizde Sure Baqara'nın 1-2 ayetini okup tüketkendeyin keyin bugünkü dersimizde inşallah Sure Baqara'nın 3 ve 4 ayetini okuyumuz. Yani "Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimunas-salata ve mimma razaqnahum yunfiqun" din ve bil ahireti hum yuqinun gıca. Hem de biz dersimizi başlaştığın ilgirki ayetlerdeki mezmunlarla bir mezmununu bağlap ötüp gedimiz. İlgirki ayetlerde Allah Elif Lam Mim'ni dep oğandan ki lam tunji qaratqan nokta, bizning diqqatimizni tortgan nokta Kur'an. Yani zalikel kitab, yani o büyük bir kitap, o katta bir kitap, o acayip bir kitap, o bir mükemmel kitap. Onun da hiç qanday şek şübhi yok. Muttaqillarga, yani yol tanlaganlarga, Allah'ın yolunu tanlaganlarga, Allah'ın azabından saqlanmoqchi bo'lganlarga, do'zaxdan saqlanmoqchi bo'lganlarga hidayet va o kitapda deb bo'lgandan keyin şu muttaqillar qanday insonlar, o Qur'onning hidoyatiga loyiq bo'lgan insonlar deb "Ellezina yu'minuna bil g'aybi ve yuqimunas-salat" degan oyatdan boshladi. Yani muttaqillarning sifatini bizga tunishtirmoqchi bo'lyapti. Abturmo shuni tilg'ilib deyapti. Allah subhanahu va taolo bizga ma kitob, ya'ni Qur'oni Karimninki hudal lil muttaqin ekanligini tilg'ab bo'lgandan keyin, ya'ni bu kitobda o'zi bilan Allohning g'azabining o'tirida bir parda qilishni xohlaydigan kishilarga yo'l va manhaj va deb buni o'tirib qo'yib bo'lgandan keyin Allah bizga ma muttaqillarning sifatini tunishtirmoqchi bo'ldi, tunishtirishni iroda qildi. Bu muttaqillar kim bular? Qanday insonlar bu? Ya'ni Qur'onning hidoyatiga loyiq bo'lgudek, Qur'onning bularni boshlashiga layoqatli bo'lgudek kimki bular? Qanday sifatni hozirlaganlar Qur'onning hidoyatiga mos keladi, haqli bo'ladi degan asos savolga javob berib deyapti. Birinchi sifati "Ellezina yu'minuna bil g'ayb", ya'ni bular g'ayb ishinidir. Bu ayetki bular g'aybga ishonadigan insonlar degandiki ishonadi, insonlar bizga tunishtiq narsa. Endi g'ayb degan nima? Qur'onning hidoyatiga loyiq bo'lgudek bir ish bu. Chunki Qur'on tariflandi, zalikel kitob deyildi. La rayba fih deyildi. Dunyoda hech qanday kitobda shak yo'q, ahvol yo'q. Hatta Qur'ondan ilgirki samoviy kitoblarga insonlarning o'zgartishlari, o'chirib o'tishlari, qo'shishlari qo'shilib shakop qoldi hammasida. İnsanlar yozilgan kitoblarga obayatdan shakop qoladi. Unda büyüklük, unda mükemmellik, insanның bütün hidayeti onunğa qo'yilishi, muttaqillarning hidayeti shuningga amonat qo'yilishi, o Allah tarafidan saqlanadigan, o'zgartishdan xoli qiyomatga qadar o'zgartilmaydigan o kitobning hidoyatiga haqli bo'lgan odamlarning birinchi sifati g'aybga ishonadi. Ne oldu g'ayb degan nima? Kim istemesin bunday kitobga haqli bo'lishni? Bunday kitobning sahibi bo'lishni kim istemesin? Unda olganda biz şu kitobning hidoyatiga haqli bo'lish uchun qanday sifatlarni o'zimizda hozirlashimiz kerak desa, bu kishilarning birinchi sifati g'aybga ishonadi. Ambiyadagi masala g'ayb ko'rib to'xtadi. G'ayb degan nima? Ya'ni hidoyatdagi birinchi martaba qilgan bu g'ayb nima? Do'zaxdan saqlanishdiki, Allohning g'azabidan saqlanishdiki birinchi martaba bo'lgan bu g'ayb nima? Shunchalar sifatlangan kitobga haqli qolgan kishilarning tunji sifati bo'lgan g'ayb degan nima desa, g'ayb deganimiz kullu ma g'aba an mudrakatul his.
insanның tuyğu idrakatından g'oyib bo'lgan, tuyğu idrakatı bilan belgilanmaydigan har qanday narsa g'oyib bo'ladi deydi. Yani biz odatda ko'rayotgan, biz tutayotgan hissi, tuyuladigan, bilinadigan narsalarda hech kim ixtilof qilmaydi. Ko'z oldimizda osmonlarning ko'k ekanligini ko'ryapmiz. Hammadan osmonning ko'k deydi. Suning suyuq ekanligini ko'ryapmiz, silayapmiz. Hammadan uni suyuq deydi. Güllerning güzelligini, ma'qul qizil yoki ma'qul sariq desak, buni ko'rgan odamlar hech qaysi inkor qilmaydi. Insonning aql idrokati hammadanda ma'lum darajada o'rtaq bo'lg'achqa, aql idrokat, insondagi idrokat orqali bilingan nuqtalarda hech kim ixtilof qilmaydi. Arablarningki bir maqol temsili bor. Laysa ma'al ayn ayn debchi. Ko'z boyada qayerda deyishga o'rin bormi degan gap. Ya'ni ko'z ko'rgan narsa to'g'riliq so'ralandi. Bu ko'z ko'rganligini bilmiz uni demakchi. Ya'ni sen ko'rgan narsaga dalil istamaysan. Ko'zing ko'rdimi ishini esa, lekin g'aybni biz bayatlagan insonning idrokat, his tuyg'ulari, ya'ni ma'lumot qabul qilish iqtidorlari bayqamaydi. Insonda odatda 5 turlik ma'lumot qabul qilish organi bo'ladi. Buni biz havas al-khamsa az-zahira deb ataymiz. 5 his tuyg'u a'zolari, ya'ni ma'lumot qabul qilish a'zolari 5 turli bo'ladi. Birisi ko'rish, yana birisi anglash, yana birisi purash, yana birisi tetish, yana birisi siylash. İnsan mushu 5 turlik iqtidor bilan ma'lumot qabul qiladi. Qanday ma'lumot bo'lsa shu narsalar orqali. Zodi insonning kallasiga kirgan har qanday ma'lumot, insonning kallasi shakllangan har qanday ma'lumot mushu 5 turlik iqtidorining biri bilan shakllanadi. Endi g'ayb degan bu 5 turlik iqtidor bilan bilinmaydi. Innama yudrak bi g'ayriha. G'ayb degan nima desa, mushu insondagi ma'lumot qabul qiladigan, uchur qabul qiladigan 5 turlik iqtidorning g'ayri bilan bilinadigan narsa an g'ayb bo'ladi. Ya'ni ko'z ko'rib bilgilanmaydigan, ya tetish, ya purash, ya anglash, ya tutish orqali bilgilanmaydigan narsalar annekin g'ayb bo'ladi. Bu ta'rifatni texmi nozik qilib ifodalasak, odatda men bayatni degandek insonda 5 turlik hissi tuyg'u a'zolari bo'ladi. Men bayatni deb o'tdim buni. Birisi anglash, yani birisi ko'rish, purash, tetish, silashda. Endi bu 5 turlik a'zolar bilan, bu 5 turlik uchur qabul qilish vositalaridan g'ayri vositalar orqali inson bilgilanadigan yeni bir birlik narsalar bor. Masalan oldimizda 2 so'mka deb faraz qilaylik. 2 so'mka o'xshash shaklda, o'xshash hajmda sizning bayatmingga 5 turlik zahiriy uchur qabul qilish iqtidoringiz, vositalaringiz orqali ikkisining qaysining ig'ir ekanligini farqlantira olasiz? Tabiiyki, farqlantira olmaysiz. Ya'ni siz shu 5 turlik his-tuyg'u a'zolari orqali 2 so'mkaning qaysi ig'ir deb siz demaysiz uni. Tabiiy demaysiz. Cho'qim o ikkisining birini ko'tirib, yana birini ko'tirib, ma'ning qarg'a vaqtda mal ig'ir ekan deyishingiz kerak. Endi siz bu 2 so'mkani ko'tirib, ma'ning qarg'a vaqtda bu ig'ir ekan degan vaqtingizda mush ig'irlikni nim bilan his qildingiz? Nim bilan? 5 turlik bayatdan uchur qabul qilish vositalarining birisi ishladimi bu yerda? Ko'rib bildingizmi? Yoki uni ko'tamasdan silab bildingizmi? Ya anglab bildingizmi? Bilmaysizda. Bu yerda muskul his qilish tuyg'usi bor sizda. Chunki sizning muskullaringiz 2 so'mkaning ig'irroqini ko'targan vaqtida sal kuchaydi, ammo yana bir so'mkani ko'targan vaqtda kuchmaydi. An siz shu vaqtda aniq shaklda qaysining ig'ir ekanligini bila olasiz. Ko'tarib baqib, ma'ni asling sal kuchgandan keyin, ma'ni kuchmagandan keyin bila olasiz. Qanaqdir silab bildim demang hargizim demaysiz uni. Chunki siz shuna birini silab, yana birini silasangiz ig'irligini bilmaysiz. Cho'qim bu yerda narsalarning ig'irligini o'lchaydigan birinin bo'lish kerak. Muskul sizim tuyg'usi bo'lish kerak. Tamam. Yana bir misol olaylik, yana bir faraz qilib boqaylik. Siz bir raxt sotadigan bir do'konga kirdingiz. Oldingizga bir xil raxtdan 2 raxtni shunda qo'ydi. Birisidan sal nipsroq, yana birisi nipsroq. İki raxni shunda barmoqlaringizning orasiga shunda elishib olam. 2 barmoqingizdan shuna tutishib olam.
birining nefis, yana birining qalin ekanligini bilalaysiz. Bu his tuyg'uni siz qanday bildingiz? Tabiiyki, bu yerda silash orqali bilolmaydi. Ustundan silasangiz qo'llanmaydi. Barmoqning o'tirig'i olasiz ikkisini. Demak, bu yerda bir paket his tuyg'usi bor. Buning hukmi xatolashmaydi. Siz odatda qo'sqingiz ochgan vaqtingizda qo'sqingiz ochganligini qaysi his tuyg'u a'zoringiz bilan bilasiz? Tabiiyki biz bayatın degan 5 turlik a'zoning birisilar emas. Şu suğa vaqtimi şu, siz o'zingizning suga ehtiyoj ekanligini his qiladigan, bilalaydigan his tuyg'u a'zoyingiz nima masalan? Sizni uyqudan uyg'otadigan his tuyg'u a'zosi qaysi? Hech kim bilmaydi buni. Siz tabiiy uxlaysiz, uyqungiz kelganini o'zingiz his qilasiz. Uyqungiz kelib sizni mug'vasidi, nima orqali mug'vasligini bildingiz. Uxlaysiz, uyg'onasiz, sizni uyg'otgani nima? Hech kim bilmaydi buni. Demak, insonda nurg'un iqtidorlar bor. Biz bayatın tilg'agan 5 turlik his tuyg'u qabul qilish havas hamsi zahirlami bo'ladi. Undan boshqa insonning o'zidagi ruhiyatdagi nurg'un idrokatlarimi bo'ladi. Bu idrokatlarni faqat Xoliqdan boshqa hech kim bilmaydi. Siz hatto o'zingizdagi shu idrokatlarning nima ekanligini o'zingiz bilmaysiz hatto. Shunga o'limalar insonni ta'rif qilamiz deb, inson ruhiyatini ta'rif qilamiz deb kelsa, biz ularga deymizki, bu inson ruhiyati to'g'riliq sizlar nimani bilasizlar ta'rif qilgudek. Sizlar uni tanishtirgudek, uningga ta'bir bergudek, inson ruhini qanchalik tushunasizlar sizlar? Amaliyotda sizlar inson ruhini tushundirganlar, uning hayoti dunyodagi zahir bir ko'rinishi xolos. Lekin ma insonning ichki qismida siz bilmaydigan nurg'un narsalar bor. İnsan hech nima bilmaydigan bir idrokatlari bor. Nurg'un turlik idrokatlari bor. Shunga insonningki zahiri, oshkori his tuyg'u a'zolari bilan bilmagan bo'lgan narsani g'ayb degan odam ham xatolashadi. Demak, insonda biz bilmay ishlaydigan turlik idrokat va iqtidorlar bor. Bu mu ham g'aybga tava emas. Hozir biz nima ketyapmiz, birodarlar? G'ayb degan nima deb ketyapmiz? G'ayb degan ko'z ko'rgan, ondan keyin quloq anglagan, tutib bilgan narsalar mushuning sirtidan g'ayb emas. Balki inson iqtidorida, inson ruhiyatida, insonning ichki dunyosida biz bilgan 5 his tuyg'udan boshqa bir idrokatlar bor. Shu idrokatlar bilan biladigan narsalar g'aybga tava emas. Shuning orqali bilanmasa an g'aybga tava bo'ladi. Masalan, bir o'quvchiga bir geometriyalik topshiriqdan birisi berildi. O'quvchi bu topshiriqni ishlab javobni topa oladi. Biz deymizmi, ya'ni bu bola g'aybni biladi ekan deymizmi? Yo'q. Chunki ma topshiriqni ishlashi buningdan g'aybni buni yetalgan demaymiz bu yerda. Unda olmaydi. Unda bo'lmaydi. Chunki mushu shishimga, mushu javobga shu o'quvchini olib boradigan bir qonuniyat sabablar bor. Hargiz u asli bilmaydigan, o'qimaydigan javobni ishlab tepiblam keldi. Ya, onun bir qonuniyati bor. Qadamma-qadam olib mangsa, şu sebeplerini qilsa, oxiriga chiqadigan bir qonuniyat va matematikalar shuni orqali ketdi. Demak, inson yetib bora olgan narsa g'ayb emas. Endi g'ayb degan nima desa, sababsiz, uning sabab orqali yetkila olmaydigan, qonuniyatsiz shuning opirilgan bir qonuniyat olmagan narsa g'ayb bo'ladi. Sen uning har qancha qilsangmi, yetilmaydigan narsa g'ayb bo'ladi. Ya'ni masalan, havo kuzatish idoralari bor deymiz, meteorologiya masalan. Bular qattiq shamolliq, yomg'ir yog'adi deb e'lon bersa, masalan, e'lon qilgan bo'lsa, sizningcha shu meteorologiya tarmoqlari g'aybni bilganmidi? Yo'q. Meteorologiya tarmoqlarimi shu natijaga olib boradigan muqaddima sabablarni tutib, qonuniyatlarga asoslanib turib deydi u gapni. O osmondagi o'zgarishlarga qarab turib, tunnigun yomg'ir yog'adigan havoning bugun ma'lum darajada ta'sirlari bo'ladi. Shu ta'sirga qarab turib, yomg'ir yog'adi deydi. Bu g'ayb emas. G'ayb degan undan narsa emas, inson bilalaydigan narsa emas. Undan boshqa sehrgarlardan birasi, dajjollardan birasi kelib, sizdan o'g'irlangan faloni narsa, kokoni narsa falonining qishda deb bersa, masalan, ashta bir ishlar bor-ku. Acaba bu mu g'aybni bilgan bo'lamdi? Yo'q. Chunki g'aybda sizga o'xshash odamga bilinmasligi kerak deydigan bir shart bo'ladi. G'ayb inson bilmasligi kerak uni. Sizdan o'g'irlangan narsa sizga o'xshash bir dajjal yoki ma'lum bir sehrgarga bilinib qoldimi, u g'ayb emas. Masalan, o'g'ri deymiz.
Şu o'g'irlangan mallar setilgan heliqi adam deymiz, buni o'g'irlagan adam biladi masalan. O malni o'g'irlagan adam biladi, nima ish olganligini biladi. Masalan, saqchilar desak, ma'lum sabablarga, muqaddimalarga qoldirib qo'ygan ipuchiga, barmoqlarga, izdashlarga taynib turib, o'g'irni tepib chiqa oladi, o'g'irni qachga yetib bora oladi. O'g'irlangan mallarni kimning sotib olganligini bila oladi. Bumi g'ayb emas masalan. Jinlarni bo'ysundirgan, ya'ni jinlar bilan aloqasi bo'lgan dajjal sehrgarlardan birisi kelib, endi bu gap chiqdi-ku, bir gapni deb o'taylik, hamma o'ylanga aniq. Jin bizdan alohida yaratilgan bir maxluq Allohning nazarida, uning o'z oldiga bir qonuniyatlari bor. Ya'ni jin bizni yushurun, o'zining tez harakat qilish, yengil harakat qilish degan alohidalik bilan bizdan farqlanib turadi. Alloh subhanahu va taolo jin to'g'riliq innahu yarakum huwa va qabiluhu min haythu la tarawnahum. O ve onun jaddi jamiyati, ya'ni uning qabilasidagini shu jinlar oilasi sizlarni ko'rib olaydi, ko'ralaydi, ammo sizlar ularni ko'ram. Bu biz bilan jinlarning o'tirisidagi yaratilma qonuniyat bilimiz endi. Endi shu jindan foydalangan mushu adam bir narsalarni ko'rishi mumkin, bir o'rindan bir o'ringa o'tkazilishi mumkin, siz bilmaydigan narsani bilishi mumkin, lekin u g'ayb emas yana. Jinkash bilib qolgan narsa g'ayb emas. Faqatlan bu yerdagi masala sizni bilmaganligingiz. O ma'lum vositalarni ishlatib bilib qolganligingiz. G'ayb bunda bo'lmaydi. G'ayb boshqalarga bilinadigan bo'lmaydi. Makallanildi bo'lsin. Bu g'ayb emas. Mesela sizden başka jinkash uni Allah yaratgan ma'lum qonuniyatlari var. Mesela jinlar orqali degandek, shu qonuniyatlar orqali bilib qolishi mumkin. Undan başka dünyanın sirlarini bayqaydigan ulamolar var. Dengizning ostidan nimba, osmondan nimba, mesela osmon, havo bo'shliqlarida qan. Bularmi g'aybni bildimdi deqamdi? Yo'q. Bularmi ma'lum mavjud bo'lgan ma'lum nuqtaga yetdi. Ma'lum mavjud bo'lgan narsani bayqidi deymiz. U narsaning cho'qim ma'lum bir muqaddima sabablari bor. Ular mushu natijaga, shu sababga tayinib bordi. Bu g'ayb emas. Demak, insonlar bayqiy olgan har qanday narsa, qanday sabab qo'llansin, qanday omillarni ishlasin, qanday yo'llarni menib topalisin, bayqisin, inson bayqab qolgan, inson bilib qolgan har qanday narsa g'ayb emas. Bu g'ayb emas. Anda olsa biz yuqorida nurg'un gaplarni deb ketdik. U g'ayb emas, bu g'ayb emas. G'ayb zoti nima? Deydigan bir savol tushdi bizga. Deymizki, g'ayb degan uning hech qanday bir sabablari bo'lmagan, hech qanday bir sabablari bo'lmagan, muqaddimalar bo'lmagan. Allohning xalqlarining ichidagi hech qanday bir xalqning ma'lumoti bunga yetilmaydigan. Hatto malaikalarning boshqa narsa g'ayb bo'ladi. Ya'ni g'ayb Allohdan boshqa hech kishi bilmaydigan narsa g'ayb bo'ladi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo Adem alayhisolatu vasallamga ismlarni o'rgatib, malaikalarning oldiga qo'yib, malaikalarga Adem alayhisolamning alohidligini ko'rsatgan bir qissa va Qur'oni Karimda. Yani Qur'oni Karimda bir qissa var. Allah insonni yaratgan vaqtida malaikalarga inson haqida ma'lumotlarni berdi. Men inson yaratmoqchi, zaminda xalifa yaratmoqchi, zaminni shular boshqaradi degandek iboralar bilan malaikalar inson haqida bilgan ma'lumotga ko'ra Allohdan bu haqda so'raydi. Bizni hisob ibodat uchun yaratdilar. Biz sizlarga uzluksiz ibodat qilamiz. Bizdan sizning buyruqlarga xiloflik qiladigan hech qanday bir ifoda ko'rolmaydi. Ammo insonning biz bilgan ma'lumotimizda buning zaminda qon to'kadigan ishlarimiz bor ekan, o'ziga qirg'in qiladigan ishlarimiz bor ekan, buzg'unchilik qiladigan ishlarimiz bor ekan. Bizdek bir maxluqlari, bandalari to'g'risida buni yaratib nima ish qiladi degan vaqtida Alloh Adamninki malaikalardan bo'lgan fazilatini ko'rsatib qo'yish uchun Adem alayhisalomga nurg'un narsalarning ismini o'rgatdi. Ismlarning hammasini o'rgatdi. Lekin malaikalarning oldiga kelib Adem alayhisalomga deb deydi. Adem alayhisalom malaikalarga Alloh o'rgatgani bo'yicha deydi. Bu yerda Alloh malaikalarning oldida Ademning, ya'ni insonninki o'rganish iqtidorining borligidan iborat bo'lgan cho'ng bir fazilat va undan boshqa biz bayqamagan bir fazilatlarni o'tirg'a tashlaydi. Va shu yerda bir deydi Alloh Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikalar shu vaqtda o'zini ojizligini e'tirof qilib, ey Alloh, sizlar pok, bizning sizlar bizga o'rgatgandan boshqa hech qanday bir bilim ma'lumotimiz yo'q. Innaka antal alimul hakim. O'zri alimdurlar, hakimdurlar ey Alloh deb Alloh so'g'an savol.
Depaqinglar degan gapni diyemmiganligiga qarata o'zir aytgan vaqtida Alloh Odam alayhisalomga xitob qilib, "Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim." Ey Odam, ularga bu sana o'rgatgan shu shaylarning ismlarini deb berdi. Odam alayhisalom deb berdiki, "Alam aqul lakum inni a'lamu g'aybas samawati wal ard va a'lamu ma tubduna va ma kuntum taktumun." Demidimmi men sizlarga men osmon zaminning g'aybini men bilaman. Sizlar biladigan va yushirayotgan butun narsalarni men bilaman. Nima uchun inson yaratganligimning hikmatini men bilaman. İnsonning sizlardan alohidligini men bilaman. Ko'rdinglarmi mana bu bir alohidilik. İnsondan boshqa mahluqlarda unda bilmaydigan narsani o'rganish iqtidori bo'lmagan bo'lsa, malaikalar yaratilishidan Alloh ibodat qilish shaklida yaratilgan bo'lsa, inson ixtiyorlik dirilgan shaklda, tanlash iqtidori bor shaklda va bilmaydigan narsani o'rganalaydigan iqtidori shaklda, ya'ni malaikalarga o'xshamagan, odatdagi hayvonlarga o'xshamagan shaklda alohida xos bir mahluq, zaminni idora qiladigan mahluq ekanligini Alloh malaikalarga o'tirib qo'ydi. Mushu o'tirib qo'ygan jarayonda Allohning bir qizgi va bizning diqqatimizni tortadigan inni a'lamu g'aybas samawati wal ard. Ya'ni men osmon zaminning g'aybini men bilaman deydi. Demak, bu yerda malaikalarning bilmaydiganligi chiqdi mushu oyatdan. Demak, g'ayb degan nima desa, Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan, hatto malaikalar ham bilmaydigan narsa g'ayb bo'ladi. Endi jinlarmi ham g'aybni bilmaydi. Masalan, buning bir misoli va Qur'onda Sulaymon alayhisalom o'lgan vaqtida Alloh Sulaymon alayhisalomga jinni bo'ysundirib bergan. Jinlar Sulaymon alayhisalomning o'lganini bilmadi. Hattoki zamindan chiqqan bir jonliqdan birisi Sulaymon alayhisalom shu tirab turib o'tirib qolgan hassini yeb o'lib ketgandan keyin Sulaymon alayhisalomning yiqilganini ko'rib jinlar Alloh Sulaymon alayhisalom o'libdi emasmi? Biz buni tirik deb o'tirib, texchi mushuni bo'zib chiqamasmi degan bir voqelik bor. Bu voqelik sura Sabaninki 14-oyatida falamma qadayna alayhil mauta, ya'ni Sulaymon o'lgan vaqtida, Alloh Sulaymonning jinni olgan vaqtimizda, Sulaymonga o'limni hukm qilgan vaqtimizda deydi. Madallahum ala mautihi, Sulaymonning o'lganini bu jinlarga zamindan chiqqan bir jonivor bildirib qo'ydi. Ya'ni bu uning hassini yebdi. Bu yiqilgan vaqtida lekin jinlar şunu bildi ki, jinlarga shu aydınlaşdı ki, agar ular g'aybni bilgan bo'lsa, bunda har azoblar tutmasdi. Biz Sulaymonni tirik deb o'tirib, ishlab turib, mushuning qo'l ostida bu o'lib emasmi? Demak, jinlarmi uning o'lganini bilmadi, demi Sulaymon alayhisalomning. Mushu yerdan nima chiqdi desa, jinlarmi g'aybni bilmaydi. Unda bizning masalamiz ne keldi yig'ilib, g'ayb Allah'tan başkası bilmeydiğin narsa g'ayb. Allah subhanahu wa ta'ala g'ayb haqida sura Jinninki 27 oyatida alimul g'ayb fala yuzhiru ala g'aybihi ahada. Allah g'aybni bilguchi, o'zining g'aybini hech kimga oshkorlamaydi. Ya'ni g'aybga hech kim illaki payg'ambarlarning ichidan o'zi rozi bo'lganlarga oshkorlaydi dedi. Demak, Allah'tan başka hiç kim g'aybni bilmaydi. Endi Allah razı olup ma payg'ambarga ma'lum darajada aytib beray, ma'ni bildiray degan bo'lsa, o boshqa, o mustasno. Demak, payg'ambarlar hatto g'aybni bilmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga xalqancha g'aybni bildirdi. Bu bildirgan g'ayb payg'ambarlarga nisbatan va ular agashganlarga nisbatan mo'jizaludi, lekin umumiy xarakterda payg'ambarlarmi g'aybni o'qimaydi. Anda o'g'anda bir xulosalasak, g'ayb demek, g'aybning yuksakligi demek, Allah subhanahu va taologa ishonmak demektir. Allah'ın malaikalarga iman etish demek, yüksek g'ayb. Allah'ın kitaplarına iman etmek demek. Allah'ın peygamberlerine iman etmek demek. Ahiret günüge iman etmek demek en yüksek derecedeki g'ayb. Allah'ını gördük mü? Yok. Allah'ın avazını anladık mı? Yok. Nauzubillah. Biz Allah'ını bilemeyiz. Allah doğruluk biz his qilgan hech narsa yo'q. Faqat tashqi dunyodagi Allah'ın ifadeleri, Allah'ın bağlılığını gösterdiğin ifadeler ve akli yollar arqali insanların yaratılışı, asman zeminin yaratılışına qarab turib, zeminin bir ilahi va çoqum degan hukum bilan. Andan keyin mushu iloh bizga avatgan payg'ambarlar o'tirg'i qo'ygan.
Peygamberler bizge tuzgan ma'lumotlarga tayanib turib biz iman aytyapmiz. Unda bo'lganda mushahat şekilde, real biz ko'zimizdan ko'rgan şekilde bir fakt yo'q. Unda bo'lgandan bunun buludu en yuqori derecedeki, yüksek derecedeki buludu g'ayb buludu. Bularning hammasi g'ayb ishlar. Allohga ishonish, malaikalarga ishonish, kutubga ishonish, rusulga ishonish, oxirat kuniga ishonish, hammasi g'ayb ishlar. Yani Allah subhanahu va taala o'zining malaikalar haqida bizga xabar berayotgan vaqtda biz ko'rmaymiz-ki uni, biz deymizki Allah bizga buni xabar berdimi? Biz malaikalarga bog'liq ishimiz deymiz. Jinni ko'rganlar bormi? Malaikalarni ko'rganlar bormi? Ammo Qur'onda Allah bizga xabar berdi, biz unga ishondik. Bu g'ayb. Allah subhanahu va taala qiyomat to'g'riliq bizga xabar bergan, oxirat kuni to'g'riliq xabar bergan vaqtida madam Allah bizga xabar berdimi, biz oxirat kuniga iymon aytamiz deymiz. Chunki bizga xabar bergani Allah subhanahu va taala. Biz Allohni iloh deb iymon aytdik. Endi mushu iymonda biz ma'nosilarga bayatdan g'aybiy ishlarga iymon aytishda bizni mushu iloh koinotning bir ilohi, bir xoliqi borligiga ishonishimizga turtki bo'lgan bir aqliy dalillarmi bor. Uni o'qishimiz uningga. Xabarlardan boshqa eng burun bizning tayinlagan narsamiz nima desa, atrofdagi umumiy dalil faktlarga, osmon zaminning yaratilishi, zaminning harakati intizomi, insonning yaratilishi, anasining qusqudan tortib oxir o'lgusi bo'lgan hayoti, umumiy holatlarga qarab turib biz aqlimizni ish qilamizki, ya bu dunyo bu xil shaklda tasaddibiy shaklda bo'lib qolgan dunyo emas. Dunyoning cho'qim bir idorachisi va dunyoni cho'qim bir aylantirayotgan bir kuch va cho'qim bir iloh va degandan iborat aqliy dalilga asoslanamiz bu nuqtada. Ya'ni Allah subhanahu va taolaning mushu yuqoridagi g'aybiy ishlarni deganlik nuqtasidan, ya'ni bu Alloh tarafdan Allohdan kelgan ma'lumotlarga ishonamiz. Bu dal bizning g'ayb ishimizning asosiy dalil. Biz aqliy dalil, biz Alloh tarafdan kelgan ma'lumotlar. Ana bu yerda bir nuqtani ayirib olishimiz kerak, bir masalani bilib olishimiz kerak. Bir narsaning borligi degan boshqa gap, bu narsani idrok qilib bilish boshqa gap. Biz bilganlik narsa bor, bilmagan narsa yo'q deydigan gap bo'lmaydi. Bizning idrok qilib bilishimiz ayrı narsa, o narsaning biz bilsak-da, bilmasak-da mavjud bo'lishi ayrim bir narsa. Masalan, sizning jasadingizda, badaningizda sizga hayotlik berayotgan bir jiningiz bor, sizning hayot ruhingiz bor. Ammo siz ruhni ko'rdingizmi? Ruhni angladingizmi? Ruhni tetib baqdingizmi? Ruhingizni purab baqdingizmi? Ruhingizni tutib baqdingizmi? Buning berilgan javobimiz tabiiyki yo'q. Biz ruhimizni ko'rib baqmadik, jinimizni anglab, quloqimizni anglab baqmadi, purab baqmadik, silab baqmadik. Anda o'ganda sizning jiningizda ruhning varligingizni, sizning bilish tuyg'ularingizdan, bilish vositalaringizdan, idrokat vositalaringizdan qaysi vositaga tayinib turib bildingiz? Badaningizning hayot ekanligini qaysi narsaning ta'siriga qarab bildingiz masalan? Demak, siz ruhingizni shu ruhingizning ta'siri bilan bilaladingiz hozir. Badaningizning hayot bo'lishida qarab midrovatimiz, bir narsani ko'ryapmiz, sezyapmiz, anglayapmiz, mengyapmiz, o'tiryapmiz, qo'pyapmiz, turyapmiz. Ha, men hayotganman deymiz endi. Ta'sirga qarab turib bildik biz hayotni. Ruh Allohning maxluqi. Hey, Allohning maxluqini, sizning badaningizdagi bir maxluqni bilishdan ojiz kelgan siz, o'zingizdagi bir maxluqni, jondan iborat bo'lgan bir maxluqni uning ta'siri bilan ko'rib turib bilishdan ojiz kelgan siz, Allah subhanahu va taolani o'zingizning his tuyg'ularidan qanday bilasiz? Jonning ta'siridan ba'da bilamiz, ammo biz bilinmayapmiz, tutanmayapmiz, ko'ranmayapmiz. Amaliy bizning uchur ma'lumot egallash vositamiz bo'lgan 5 his tuyg'u a'zolarimizdan biz jinimizni bilmaymiz. Bir maxluq o bizning ruhimiz. Shu bir Allohning maxluqini bilmagan inson qandaqmi Allohni o'zining his tuyg'u a'zolari bilan, insonlik idrokati bilan qanday bilalasin? Demak, bu g'ayb. İnsanning idrokatidan xalqib ketgan ishlar o g'ayb bo'ladi. İnson qaysi bir vosita bilan bo'lsin, bilinmagan ishlar bu g'ayb bo'ladi. Biz endi eng yüksek derecedeki g'aybga iymon etdik. U o'smi Alloh subhanahu va taolo. Undan keyin biz avval Allohga iymon etgan ekanmiz.
Allah'ni ilahimizde tunuğan ihkenmez. Dünyanın bir halıqı var, bir idare qiluvchisi var deb şunu Allah'da tunuğan ihkenmez. Allah bizge haber bergen her şeyi iman etişimiz gerek, geri çıkıyormazsak mı? Allah subhanahu wa ta'ala bizning aqlimizga rahmat qilish yusidan bizga g'ayb masalasini qana qildi yiqinlashtirib moddiy koinotlardan bir narsaning borligi, ammo u bor narsani bilish ayrim narsa ekanligi, ya'ni biz bilmaydigan nurg'un narsalarning borligini, ikkisining tamoman ayrim narsa ekanligini bizga yiqinlashtirib berdi nurg'un moddiy faktlar orqali. Bu Allohning bizga bergan rahmati. Masalan biz Allohning bizga bergan shu rahmatlarining biri bo'lgan, ya'ni koinotda nurg'un narsalarning borligi, biz o'zimizning idrokatla uni bilanmasakmi, uning borligiga aniq chimpisdiganligimizning dalil sifatida bizga bergan misollardan birisi bakteriyalar, viruslar. Masalan, viruslar, bakteriyalar bu dunyoda bor narsa. Bu inson xalq yaratılış başlanğandan tatib o'zining normal xizmatini ado qilyapti. Masalan, bedenimizdagi mayli ijobiy xizmatga ega bakteriyalar olsun yoki salbiy xizmatga ega bakteriyalar olsun, bu azaldan bor narsa. Kishilar bedenlerinde har xil kasallikning ta'sirlarini ko'radi. Masalan, qiziqligi o'rlash, qiznisi o'rlash, qizish, ondan boshqa. Lekin sababni bilinmaydi. Burun açta qılatdan bilinmeydi. Qizitdi. Mesela her xil ağrıydı mesela, zukam tigidi mesela ve başka her xil kasallar oldu, bilmeydi bunu. Kasal oldu lekin nima uchun kasal oldu bilmeydi. Endi ilim bilan taraqqiy qilib, Allah öz xalqiga dal mushu bakteriyalarning borligini ko'rish iznisini verdi, ruxsatini verdi. Ko'rsan ko'radi. İnsan bugünkü dünyada bakteriyalarni ko'ralaydigan holatga yetdi. Allah aqllan insonning aqllarini mushu bakteriyaning suratlarini yug'untib turadigan mikroskopni kashf qilishga qodir qilib berdi. İnsanlar kashf qildi. Ya'ni insonlarga berdi u yo'lni, insonlarga hech berdi u yo'lni. Chunki ko'zning ko'rish quvvati kichik maxluqlarni ko'rishdan oz keladi, ya'ni kichik keladi unga. Yani köz bakteriyalarni, viruslarni ko'ranmaydi. Yani ilim pen mikroskopni kashf qilgan vaqtida andakin biz bakteriyalarni ko'raladik. Bakteriyalarninki o'zininki hayotlik sistemasi borligini, ko'piy sistemasi borligini, ondan boshqa olmuş ilim pen vaqt o'tgan sari, taraqqiy qilgan zaman taraqqiy qilgan sari Alloh bizga yetib bergan ondan boshqa nurg'un ishlarni bilib yetdik. Bu bir oddiy misol. Yani biz bakteriyalarni ko'rmaymiz. Ama bakın, bugün her qanday bir adam ishini bu bakteriyaning borligiga, virusning borligini hammadan biladi. Demek bu nimaning isboti desa, biz bir narsani ko'rmaganligimiz u narsaning yo'qligi emas. Biz ko'rmaydigan nurg'un narsalar bor dunyoda. Ya'ni biz qanday bir narsani ko'rmaganligimiz, ko'rishga qudratimizning yetmaganligi u narsaning yo'qligini talab qilmaydi, taqozo qilmaydi. Lekin ko'rish vasitasi olgan ko'z ko'rishdan ojiz. Chunki intayin kichiklikda. Endi mikroskopni akilib akasang sana mikroskop bu mikrobni yug'untib turadi. Ya'ni sening ko'rish vosita doirangga kiradi shu vaqtida. Ya'ni sening o'sha ko'zi kiradigan ko'z doirangga kiradi, shu vaqtda ko'ra olaysan. Demak, endi bizningki mikroblarni bugun ko'rganligimizning o'zi şu mikroskoplar yoki şu viruslar bugün biz ko'rgan vaqtda yaratildi deganlik olmaydi. Balki u azaldan o'zining rolini joriy qilib kelyapti. Ya'ni o'zining xizmatini qilayotgan u bizning badanimiz azaldan batdi u. Mayli biz uni ko'rsakdi yoki ko'rmasakdi. Masalan, shu ko'z kurashdan ilgari yani biz aynı şekilde mikroskop orqali ko'rib bugün hammadan e'tirof qildik uning borligini. Shundan ilgari mesela ya 100 yıllar ilgari ya 200 yıllar ilgari bakteriya yoki virus to'g'ri haq so'zlab mashta bir jonliq va insonning badanida insonlarni kasal qildigini shu insondan insonga yetkaziladi masalan anda bo'ladi bunda so'zlagan bo'lsak acaba biz boshqalar tarafidan tasdiqlanamdi, ya'ni biz shuni degan bo'lsak haq bizni yoki bizga boshqalar degan bo'lsa bir odam bizga mush to'g'ri so'zlagan bo'lsa biz ishlandik masalan. Demek mesele bu. Yani insan nurgun
bu bir Allah'ın insana bergen bir misali. Yani biz bu misaldan nimini bilalayımız ise insanlar hayatıda, yani dünyada nurgun nesler var. Ama biz bilmeyimiz. Bunun özü o neslerin yokluğunu ispatlamayan, yokluğunu ispatlamaydı bu. Bizim kömürgellikimiz. Yani Allah subhanahu ve teala özünün bazı halklarını malum zamanında körelmeydiğen, bilinmeydiğen, mesela dünyanın hakikatlerinin bazı noktasından da taşlap koydu. Yani malum noktalar bilinmedi. Kin insan terakki kılıp onu kim bildi. Tabii ki asli kaide insan aşını bilgen vaxtıda imanı küçüğüşü kerekti. Demek bularning hammasi nima uchun desa, xalqlar, Allohning xalqi, Allohning mahluqotlari moddiy dalillar bilan o'zlaridan g'ayb bo'lgan narsalarning ko'ramizni boy ekanligini bilsin uchun bu shaklda bir narsalarni Alloh bizga qanaqa qiladi, echib beryapti. Xuddi bakteriya buning amaliy, virus buning amaliy misoli. 100 yil, 200 yil ilgari so'zlagan bo'lsak, virus to'g'riliq gap qilgan bo'lsak, birisi ishonmaydi bizga. O'qiya va quruq gapni qilmaydi. Buning o'zi bizga nima deyapti desa, bundan keyin echilish mumkin bo'lgan nurg'un narsalar bo'lishi mumkin, biz bugun bilmayotgan. Ve mengu qiyomatga qadar echilmaydigan nurg'un narsalar bo'lishi mumkin. Ya'ni biz bu yerda isbotlamoqchi bo'lgan, demoqchi bo'lgan gapimiz shuki, inson bilinmagan, ko'rinmagan nurg'un narsalar bor. Buning ichida dal g'ayib inson mengu bilinmaydigan, ko'rinmaydigan, sezilmaydigan, his qilinmaydigan nurg'un narsalar, nurg'un g'ayiblar va buni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Bu g'aybning eng yuksak tarafi Allohga ishonish. Koinotning bir ilohiy varligiga ishonish bu g'aybning eng yuqori tarafi bo'ladi. Endi Alloh subhanahu va taolo bizga koinotdagi dalil paketlaridan bizning mushu koinotning bir xoliqi, borligini bilalishga sabab bo'ladigan, bilishimizga turtki bo'ladigan bir dalil paketlarni berdi. Masalan bizga Qur'on yetib kelmagan bo'lsa-mu, hadislar yetib kelmagan bo'lsa-mu, o'zimizning aqlimizni shuni tepishimiz kerak. Ya'ni dunyoning normal ritmli aylanishlaridan, kecha kunduzlik olmishlaridan masalan, insonning yaratilishlaridan, insonning badanidagi har xil sistemlar masalan, bu ahvollarga qarab turib, yo'q, bu ishlar hargiz tasaddubiy bo'lmaydi, bunda ishlar, bunda g'atlik bo'lmaydi bu ishlar deb cho'qqum bir yaratquchi bor degan tuyg'uga kelishimiz kerak. Yani bu kelishimiz cho'qim. Masalan, quyosh deyli, oy deyli, yulduzlar deyli, zamin deyli, inson, hayvon, jonsiz narsalar, hech kim bularni men yaratdim deb da'vo qilolmaydi. Hech kim o'zi yaratdi yoki men boshqani yaratdim deb dunyoda hech kim da'vo qilolmaydi. Unda bo'lgan ekan, ilm-fan taraqqiy qilgan, insonlar nurg'un narsani qila olamiz deb da'vo qilayotgan bugungi kunda o'zim yaratdim yoki falonini yaratdim, men osmonni men yaratdim, men quyoshni men yaratdim deganmagan ahvollarda kallamizga azroq qo'smi kelsinki, bu zaminning cho'qqum bir egisi bor. Bo'lmasa chiqatdi bu chaqchi bu taraf sirlari. Echilmagan nima qoldi hozir bugungi kunda? Bayqalmagan nima qoldi bugungi kunda? Cho'qim bir sirlari chiqatdi. Ya kechini sel suzadigan, kunduzni suzadigan, bugun quyoshni chiqarmaydigan, atsi uzunroq chiqiradigan, at 24 soat emas 30 soat qildigan, bugun bir kunni 20 soat qildigan ahvollarning bir ochqishlari bo'lgan bo'ladi, lekin ta hozirga qadar atrofimizda bo'layotgan bu ishlarning hech qaysisining bir ochqichi yo'q. Ammo ochqichi yo'q, tasadduq bilmagan desa, shunchalik ritmli, sistemli. Inchga bu tarafı bizga nimani ifoda etadi? Bir xoliqdan birisi bor. Bu koinotningki, ma cho'ng koinotning bunchalik inchlik sistem bilan tasadduban mavjud bo'lish mumkin, aslo mumkin emas. Chunki tasaddubanlik degan nima bo'lsa, rassiz, intizomsiz hodisalar ol tasaddubiylik degan bu. Agar ma koinot tasaddubin mavjud bo'lgan bo'lsa, quyoshlar, oylar, yulduzlar, zaminlar bir-biridan to'qinishib, so'qilib, kecha kunduz xalalga uchrab, bugun kunduz pek uzun bo'lib ketib, ati yoki quyosh chiqmay qilib, masalan, ya oyga quyoshga oy, yana bir yulduzga yana bir yulduz so'qilib ketib, qalaymi qaysliq chiqdi bu tasaddubiylik degani. Unda ritmlik, o'lchamlik mangmaydi bu ishlar. Lekin koinotdagi butun faktlar bizga shuni ta'kidlaydiki,
Bu yerda ajoyib zo'r kuchning birisi bor. Bu zo'r kuch bütün mevcudatni yaratgan kuch shu, intizomlashtirgan kuch shu, intizomlashtirganda mo qaltis intizomlashtirgan kuch shu. Biz bir narsaga ehtiyojliq, zodi bu kuch nima? Zodi kim mushtaq qildi buni deydigan bir ma'lumotga ehtiyojliq. Dal shu vaqtida bizga payg'ambardan birisi kelib, rasuldan birisi kelib, Alloh mushu koinotni yaratdi desa, biz buni tasdiqlashimiz kerak. Chunki biz topolmay qolayotgan narsa shu. İnsan zodi qandaq maxluq deb topolmasak, payg'ambardan birisi kelib, inson Ademning farzandlari, Ademning avlodi, Ademni Alloh loyidan yaratgan, jannatda turg'izgan, keyin zaminga cho'zgan desa, hech kimsa. Chunki biz undan boshqa hech kimni bilmadik uningga. Undan boshqa ta'birni bilmadik uningga. Demak bu yerdagi allazina yu'minuna bil g'aybdagi g'ayb bu. G'ayb demek bizning imonimizning eng yuqori tarafi demek. Shunga Qur'onning hidoyatiga loyiqli bo'lgan muttaqillarning birinchi sifati g'aybga ishonish. Chunki bizning masalamiz, biz mu'minlarning masalasi g'aybdan boshlanadi va g'ayb bilan oxirlashadi. G'aybdan boshlanadi demak, Allohga ishonishdan boshlansa, oxiratga ishonishdan oxirlashadi. Bu demek bizim bütün işlerimiz, asası sistem g'ayb bilan tuzilgan bo'ladi. Ondan keyin, ya'ni Qur'onning hidoyatiga haqli qo'ygan, loyiq qo'ygan, Qur'on ularni hidoyat qiladigan muttaqillarning birinchi sifati g'ayb kishining do'sti, ikkinchi sifati va yuqimunas salat. Ya'ni namozni davom o'qiydi. Ya'ni yuqimunas salat da bir iborat va yani Arabchada yusallis salat degan bo'lsa, namoz o'qiydi bo'ladi. Yuqimunas salat degani hayotida namoz degan bir narsani turg'izdi. Hayotda namoz degan bir sistemni turg'izdi. Namoz degan bir uqum uning davomli hayotiga aylanadi degan ma'noda bo'ladi. Endi namoz demak bandichilikning Haq Taala subhanahu va taologa tavallikini davom qilish. Men sening qo'ling. İbadang nima? Attiginimi o'qiyman namozni, tushdimi o'qiyman namozni, kashdimi o'qiyman namozni, bugunmi o'qiyman, atimi o'qiyman, bu yilmi o'qiyman, kelajagimi o'qiyman, ta menga namoz farz bo'lgan vaqtini tatib o'lganga qadar namoz o'qiyman. Men doimo sana egilib, tizilib turganligimning o'zi mening bandichilik tavallikim sana xos. Sana davam qiladi, sana bağlangan demek oldu bu namaz demeklik. Namaz çoğu insandan her daima saqıtıp ketmeydi. İnsan örtürüp namaz okuydu, örtürüp namaz okamasa olturup okuydu, onunla okanmasa yetip durup okuydu mesela. Namaz insandan teklip aşı, perz olgan vakıtın tatip, vafat olgan saatgacha her günü 5 vakıtın qat'i saqıt olmaydı. Namazın hiç özürüsü yok. Çünkü insanın bendiçilikini Allah'a bağlap turadigan birden bir vasıta namaz. Qanday şekilde okusu buludu. Yani onun yol qo'yilgan şekilde örtürüp oqalsa, bana belgilengen ma'lum tertip şekilleri var. Örtürammasam, olturup okuyduğun tertip şekilleri var. Oqalmasam yetip durup, hatta yetip durup hareket kılanmasam köz, işaret, hatta til, hatta dil ile okusu mu buludu. Bunun hammasini o'zing fiqh kitaplarda qayta bir yerde onu tafsirlab o'tmaymiz. Ama demek çoğunumuz namaz insanın saqıt olmaydı. Demek namazның, yani insanın bendiçiliki Allah'tan üzülüp qalsa bo'lmaydi. İnsanın namazı taşlığanlığı bendiçilikni üzgenlikinin ifadesi oludu. Tamam. Bu del yuqimunas salatның mazmunu oludu. Şunlaşqa bunun ma'nisi biz hozir tushundiqini qaytib bir takrorlasam, bende özünün bendiçilikini Allah'tan üzüp qo'ymasınlar, u bende muttaqi oludu. Şu vaqt Qur'onning hidoyatiga loyiq bo'ladi. Qur'onning hidoyatiga loyiq kishilar qanday kishilar qanday bo'lsa, ikkinchisi bular o'zining bandichiligini Allohdan uzmagan kishilar. Namoz o'qigan kishilar demak, o'zining bandichiligini Allohdan uzmagan odamlar bo'ladi. Bu ikkinchisi. Üçüncü sifati va mimma razaqnahum yunfiqun. Biz ularga bergan narsani ular sarf qiladi. Hamda ko'pincha tafsirlarda, tarjimalarda biz ularga bergan mol mulklaridan sarf qiladi, zakat buruzda tarjima qilinglar. Amaliyotda masala uningdan cho'ng masala. İnsonga mol mulkdan boshqa nurg'un narsa berilganlik insonga, kuch berilganlik, hayotlik berilganlik insonga,
Mesela avaz birliklik, güzel avazlar bilen, güzel avazlarını sarf kılıp Allah'a davet kılsa buludu. Onun putkuluğu güç verildi. Şu arkalık Allah'ın dinine hizmet kıldı mesela. Bunların hepsi Allah insana bergen narsalar. İnsan bunu sarf kılış gerek. Yani biz rızık doğruluk sözlüğü vaktimizde köpünç kişiler rızık degen şu mal deplam oylaydı. Biz deyimiz ki yok. Rızık mallan, pullan malı rızık olmaydı. Rızık insan menfaatlanadigan narsaning hammasi insonga berilgan rizq oludu. Mesela insanın kuch quvvatining o'zi bir rizq oludu. İnsonga berilgan bilimning o'zi bir rizq oludu. İnsonga berilgan aql, donolikning o'zi bir rizq oludu. İnsonga berilgan kamtarlikning o'zi bir rizq oludu. Hayot harakat qiladigan, hayotning harakati shuning qarashda qo'ygan har shay insonga berilgan rizq oludu. Sening qashingda sen xaylaydiganga pul olmay qolib qolsa, sog'lomlik bor. Sen şu sağlamlık bilen işlep pulga erişse mesela. Şu pul sağlamlık bilen aciz kasallarga sadaqat qilsa, yordam bersa mesela, o mu bir sening o'zingga berilgan rizqdan chiqim qilgan bo'ladi. Seningda aql bo'lib qolsa, aqlni ishlatib turib ahmoqlarningki ba'zi ishlarni qilib jamiyatga va sana aziyat berishdan saqlab qolsa, buning o'zi sana berilgan rizqni sen ishlatgan bo'lsa, senda bilim bor demak, sen o bilimni ishlatib turib jahillarga o'g'itsa, demek muşlarning hammasi sana berilgan rizq oludu. Sen bu rizqlardan sarf qilgan bo'lsa, sen andin keyin shu xil shaklga kirsan, Qur'onning hidoyatiga aql qilgan muttaqin bo'lsa. Buni pul, mal deb tushunishning o'zi xato. Pul, mallar insonga berilgan rizq olmaydi. İnsandagi butun imkoniyat, o'rtib ikki putlab mang'indan tortib, so'zligidan tortib, bunun hammasi bir imkoniyat. Mushu imkoniyatni sarf qilib qanchalik yaxshi ishlarni qila olsa, insonning muttaqillik darajasi shunchalik oshadi. Shu vaqtda Qur'onning hidoyatiga u loyiq bo'ladi. Bu Qur'onning hidoyatiga loyiq bo'lgan muttaqillarning nechinchi sifati? 3-sifati. Birinchi sifati yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna as-salat, namoz o'qiydi. Uchinchisi وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dördüncüsü وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ. Dördüncüsü sana ve senden ilgirikilerge düşürülgen kitaplara iman etdi işinidu ve ahiretke qana qılıdı, cezim qılıdı deydi. Hem de biz müşahedinde biraz toxtulumuz. Allah subhanahu wa ta'ala şu ayet-i kerimelerde mümin sıfatlarından, yani bir bölük sıfatlarını bizge bir vatıdı. Bizge müminnin sıfatı degen gayb iman etiş, namaz okuş, Allah ular rızık bergen narsani sarf qilish ekanligini bizga tuzib qo'ygan degan boshqa sifatlar kelyapti. Bular mu'minlar yana. G'ayb ishonganlar mu'minlar, namoz o'qiydiganlar mu'minlar, o'ziga berilgan rizqlarni sarf qilgan mu'min deb qo'ygandan keyin vallazina yu'minuna bima unzila ilayka. Yani Allah sana tushirgan Qur'onga iymon etgan va ma unzila min qablik. Sendan ilgirikilarga tushirilgan masalan. Hamda bir yerde bir nokta oldu. Kur'an ve Kur'an'dan ilgili kitaplara iman etiş. Masbet, Kur'an'dan ilgili kitaplara iman etiş diyen sıfat, müminlerin sıfatı da Kur'an'dan ilgili. Buna dişan sebebi, İslam kelgen vaxtıda iki türlük edemge karşı geldi İslam. İki türlük edemle yüzlendi. Birinci türlüki kupparlar. Bula ne Allah'a işenmeydi, ne Allah'tan İslam niyet yüzdüğün peygamberge işenmeydi. Bu bir türlük. Yeni bir türlük kişiler ehli kitaplar bulup Allah'a iman etdi. Allah'tan kelgen elçilerge iman etdi. Allah'tan kelgen bir bölük kitaplarga iman etdi. Del İslam iki türlük insanlarga, iki türlük kişilerge duç geldi İslam. Çünkü ehli kitap şu üzünün şu imanı ölen. Biz Allah kişinimiz. Falan bugün peygamberlerge işinimiz, falan bugün kitaplarga işinimiz degen şu iman ölen özünü Allah'a bağlangan dep oylaydı. Biz Allah'ın bendileri, biz degen müminler dep oylaydı ular. Yani ular işini o Allah'a, Allah'tan nurgun kitaplarını tapşırıp algan, nurgun peygamberlerge erişken, bularning nazarida bu yeterlik dep oylaydı. Biz deymiz ki, yo'q, o yeterlik emas. Ondan sonra nime ketadigan bo'lsa, islom keldiki kafir iman etsin, ehli kitap iman etsin, dinning hammasi Allah uchun bo'lsin deb islom keldi. Allah subhanahu va taolo tushirgan kitaplarda
Peygamber aleyhisselam hakkında haber verdi ilgili kitaplarda. Resulullah'ın ismi hakkında haber verdi. Resulullah'ın sıfatları hakkında haber verdi. Resulullah'ın risaletini tapkan, Resulullah'ın zamanında babı olan ehli kitaptan iman etişini talep kıldı. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhisselam'ın sıfatlarını ehli kitapka bədi. Şunçilik bədi ki, bula Peygamber aleyhisselam'ın ballarını tunuğan ekran etti. Kim balasını tunumuzun? Resulullah'ın şunçilik tun etti. Belki onların Resulullah'ın tunuşu, Resulullah'ın ki zamanısını bilişi, Resulullah'ın sıfatlarını bilişi enlik şekilde, mandak şekildeydi. Hatta Medine'nin Yahudları müşriklerge, kuparlarga ettiği ki bir peygamberinin zamanı yaqinlaştı ki biz şununla iman etip sizlarni xuddi atlan İran'ı ötegenek öldürmez deydi ular. Amına tehdit salatdı ular Resulullah bilen. Resulullah kepti, Resulullah karşı çıkan peygamber inkar kılgan tuncadan bolup kaldı bular. Demek Resulullah'ın sıfatları Tevrat'ta ba, İncil'de ba. Şolaşqa bazı ehli kitaplar Yahudlardan kuparlarni askar tittenim der dese pat arada bir yeni peygamber keldi. Biz şununla iman etimiz, bütün Araplarni şunun xo'jayin bo'lamiz deb mundaq tahdid salat, mundaq agahlantiratdi. Bu haqda Qur'oni Karimda Alloh "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna lilladina kafaru." Yani bular ilgari kafirlarga tahdid salat dema. Payg'ambar kelsa, bir kitob olib kelib payg'ambardan rizq qiladi. Shu payg'ambar bilan birlashib, haqqasının üstünden biz basımız, haqqasının üstünde g'alaba qilamiz deyishatdi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Bular kelevedi, yani peygamber kelevedi. Bular bildi o peygamberini, bildiğin peygamber kelevedi, inkar kıldı. Allah'ın laneti bunda kafirlik olsun da Kur'an-ı Kerim'den bunun bu ahvalını tilgaladı. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın risaleti ehli kitapka bir tuyuksuzluk emas. Ehli kitap onu kütüvatqa o Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberlikini. Bular iman etip, Xudo kitapları buyurğandak birleşimizde ta'kidlaydi davamlıq. Lekin kelgan vaqtida, zamoni kelgan vaqtida bular iman etishni rad qildi, Peygamberning payg'ambarligini inkor qildi. Alloh subhanahu va taolo mushu nuqtani tutib turib, shunga ikkini alohida ta'kidladiki, sana tushirilgan kitobga iman etqanlar va sendan ilgirki kitoblarga iman etqanlar deb buni Qur'onning hidoyatiga loyiq bo'lgan mu'minlarning, muttaqillarning sifatiga buni qo'shdi. Endi eng oxirgi sifat Kur'an'ın hidayetiga haqli qolgan, loyiq qolgan eng oxirgi sifat va bil axirati hum yuqinun. Yani mu'minlar Kur'an'ın hidayetiga loyiq qolgan muttaqillarning sifati oxiratga keskin, jazm ishini deydi. Yani biz bu yerda va bil axirati degan bir gap bor bu yerda. Shuni bir farq etib mulohaza qilsak, masalan biz siz Tavratni, Yahudlarning kitobi bo'lgan Tavratni varaqlab baqsangiz yoki başka kitaplarını, Talmudga o'xshash kitaplarını o'qib baqsangiz, oxirat kuni to'g'riliq hech narsani topolmaysiz. Bular kitaplardan, Yahud Nasralar kitaplardan faqat moddiy hukmlam olgan. Alloh subhanahu va taolo oxirat kuniga iman etishni bunchalar ta'kidlashi, "Voy Allohga ishondik, Allohning rasuliga ishondik" deb oxirat kuniga qaramagan odamlarningmi qanday qilishi, o'zining mu'min emasligini bilib olishiki, sizlar o'zingizlar mu'min deysizlar. Mu'minning sifati bu. Sizning Allohga iman etishinglar, voy kitoblarga iman etishinglar, voy yana bir payg'ambarga iman etdik deyishinglar yetarli emas. Cho'qim oxiratga birga iman etishinglar kerak. Sizlar oxiratga iman etmagan holatda mu'min emas ekanligini bilib olish uchun buni alohida kelib qo'ydi. Endi Qur'oni Karimda bu sifat kelmagan bo'lsa, oxirat sifati kelmagan bo'lsa, balkim ahli kitobda aytdiki, voy islom shu bizning bilan o'xshashgan-ku. Bizim şu Allah kişimiz bu, İslam Allah kişimiz. Bizim peygamberlik işimiz bu, İslam'da bu peygamber işini diken deydi. Lakin onun keşide ahiret bir hukum yok, İslam'da ba. Onun kitapları da yok, Kur'an'da ba. Bu del oldun bizden farkımız. Onun o haletinin ki mümin emas ekanligi. Onu çoğun mümin buluş için ahiret iman etishning kerak ekanligini bildi bu arqılık. Lekin Allah subhanahu va taolo iymonni mukammal sifatida tasvirlashni iroda qildiki, iymon degan nima desa, dastlabda yuksak darajada Allohga iymon etish. Dastlabda Allohga iymon etish. Eng oxirgi yuksak darajada oxirat kuniga iymon etish. Demak, iymon Allohga iymon etishninki yuksak darajasidan boshlansa, oxiratga iymon etishning yuksak darajasi bilan oxirlashadi. Bu ikkisi şu başlanışlar ahırlanışındaki keşideki başlanış noktası ve ahırlanış noktasındaki en yüksek derecedeki iman dereceleri. Allah
ve ahiret. Bu imanın en yüksek dereceleri. Birisi başlanış noktasındaki yüksek derece, yani birisi ahiriniş noktasındaki yüksek derece bu. Qandaq adam ahiretga iman etmese, Allah subhanahu wa ta'ala uçuraydı, hesap aladı. Ahiretga iman etmese, Allah'a uçuraydıganlıqını, hesap aladıganlıqqa iman etmese, mu'min nimet gerişidigan cennetning bağlılıqqa iman etmese, kafir azaplanadigan dozaqning bağlılıqqa iman etmese, bunun imanı kemtük, yani kem iman boludu, naqs iman boludu. Bu şu dünyanın özünün bütün gayini nişanı qılgan kafirga yıqılışıp qalgan boludu. Kafirden hiç farq qolmaydı bunun ahiret iman etmek adamның. Demek mu'min biz yuqoridagi bir necha sifatni ko'rib o'tdik. Yani 5 sifatni allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimunas salat va mimma razaqnahum yunfiqun vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va unzila min qablik va bil ahireti hum yuqinun. 5 sifatga iman etgan mu'min Allah'ның dünyadaki menheci yoluga erişidi, ahiretteki nimetiga haqli bo'lish uchun. Agar ahiret mevcut bo'lmagan bo'lsa, bil ahireti hum yuqinundagi ahiret mevcut bo'lmagan bo'lsa, kafir mu'minga qaragan vaqtda hayotda pek ko'p talaylik qiladi. Mesela bu. Çünkü o dünyanın özü halıqını aladı, özünü ma'lum yo'l bilan bağlavanmaydı, özünün hevesinin yügellerini, noqtalarini, çulburlarını qo'yib o'tadi. Ama mu'minga qarasa hayottagi harakatlarini bağlayotgan ma'lum bir Allohning manhajiga moslashtirib, buning yo'lida jafo tortayotgan. Masalan, bu mu'min unda, kafir bunda. Mu'min o'ladi, kafir o'ladi. Ölüp bo'lgandan keyin hech qanday bir ish yo'q, o'lsa ham ish tugaydi. Bo'lib qolsa, kafir şu dünyanın nimetleri, dünyanın heveslerinden qazangan adam bo'ladi, paydaga adam bo'ladi. Mu'min hech narsa olamagan bo'ladi. Mesele bu yerde iman meselesini nisbatan to'g'ri olmay qoladi. İman deganning cho'qim bir farq bo'lishi kerak, foydalish kerak mu'min. Shunlashqa Allohga iman etish, imanninki dastlab boshlanish nuqtasidagi eng yuksak darajasi bo'lsa, oxiratga iman etish imanning oxirlash nuqtasidagi eng yuksak darajasi. Buni iman etmagan odamning ishi kam tukiladi. Ahir çıkmaydı, iman bo'lmaydi degan vaqtda. Shunlashqa mayli hadislarda olsun, yoki Qur'onda olsun, mu'minlarni ta'riflangan sifatlar hammasida yu'minuna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Billahi va bil yawmil akhir. Billahi val yawmil akhir degan shaklda intayin ko'p shaklda Allohga iman etgan. Ahiretga iman etganlar o'zining qo'shnisini hurmatlasin, o'zining mehmonini hurmatlasin. Yoki uni degan shakldagi iboralar ko'p uchurtimiz. Demek mu'minning Qur'onning hidoyatiga haqliq ve layık bulunduğan bir holat kelishi uchun mu'minda 5 tane sifatni bilish kerak ekan. Biz 5 tane sifatni darslarimizda ilgari darsda o'qib o'tdik. Bugun shu 5 tane sifat oxirlashdi. İnşallah davomini kelasi soatlik darslarimizda davomlashtiramiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.